Yaydi. Bo'lmasa boshladik. Albatta o'rol o'lmasdan qo'lga rejimini qo'yib qo'ydik. Ana endi biza qanaqa sarko'rashlar kutib turibdi, buni esa sizlar bilasizlar. Shuning videoni oxirigacha ko'ringlar. Mani kanalimga 66 ta like obuna bo'ldi. Rahmat sizlarga. Keyingi maqsadim esa 70 ta obunachi. Shuni ham yig'ib tashlaylik birdaniga. Oltita yetadi. Tayyor, mana buni kirkit tapor, lekin o'ra olmaslikka harakat qilish kerak. Bo'lmasa hammasi noinsof bo'ladi. Mana birinchi navbatda tovushdan aslahalar yasash kerak. Keyin pakimonlar yasash kerak. Pakimondan keyin hamma ishlarni qilish kerak. O'zimga yetadigan bo'lsa 8, 11, 14 ta kerak. 15 taga. Ana 15 ta tosh tayyor. Buni qo'yamiz bitta pechga sepamiz. Bitta bundan va mana bundan. Va qandaydir musor narsachalar tashlaymiz, mana bu qo'yib qo'yamiz. Chunki bu yerdagi hamma qoidalarni biz qo'yamiz. Xuddagina har ko'rdek yarimta joyni o'ynaganda edi, xuddagina. Ishimiz. O'rab olmasligimiz shart. O'ra olmaymizki biz lavani bexni olma lava ko'ldimi? Aytgach maqsadimni aytmamanki, maqsadim temir topishdi. Itga bizni tegmaymiz. Bo'lsa bu bizga teginadi. Shu bilan yomon ishlar bo'lib ketadi. Tushmadimi? Ha, bo'ldi, 4 ta. Qani ketdik, moljon, mana asab tolichalarni san yeganning o'zi. Mana molcha. Bu mirg'aganki, bitta ham tushadimi mollar? Suvdan chiq. Suvga ham uzoq o'tirsa, o'ron ketadi. Ya'ni jon ketadi. Mana bir qiyin joy. O'rtaladi. Ikkita bo'lsa ham. Men kelayman. Hozir tosh kabilar bo'lsa kerak, menga ozgina tosh kabilar olamiz. Hop, 13 ta tosh yetadi. Endi yo'limizni davom ettiramiz. Bir itli joy balo. Itlar to'lib ketgan. Mayli, mana asta-sekin tepaga chiqamiz. Qat'iy qilib ketmaslik kerak. Blok tugadi yo'qpa. To'g'ri, va nihoyat chiqdim toqqa. Oho, manzara joyga toqqa chiqqandan keyin pastga qanday tushaman? O'shqachasi tushishga iloji yo'q lekin. Jon ketmaydimi? Ha, yetmadi. Ha, bu yoqqa qo'lim yetmaydi. Bo'lsa men bu yoqqa tushaman. Yetmadi. Asta-sekin tushib ketishga ozgina qoldi, hozir o'ra oladi. Endi pastga tushishni o'ylash kerak. Balki lekin g'oya bor. Daraxt chopamiz. Menimcha hamma tushungan bo'lsa kerak, nima daraxt chopayotganimni.
Arayını pastga ham tushib oldimi? Molcha mandan qo'rqaman-da umid qilma. Lekin ovqatam juda kerak. Agar meni qornim o'ssa, juda ko'p bo'lsa, jonim ketadi. Shu bilan video tugaydi. Lekin men maqsad qo'ymayman. Yo, jonim ketguncha ehtiyot bo'layman. Bilmadim nega. Ozgina qoldi. Mayli o'yin qiziq bo'lishi uchun mana buni olamiz. Ya'ni ko'ngga tushamiz. Yo, Temir. Men maqsadimga yetdim-ki. Yo. Endi temirni pishirib olsam bo'ldi, yutaman. Endi beri juda qo'rqish. Hozir tun tushadi. Mahluqlar meni yo'yib tashlaydi. Shuning uchun pechga yasash kerak. Mana bu yerda ovqatni, mana bu yoqqa temirni. Va men yutdim. Bundan olsin g'alaba juda zo'r bo'ladi. Hozir temirni olaman, o'yinni yutaman. Va mana do'stlar, men maqsadimga yetdim. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, kanalga like bosib obuna bo'ling. Bu video men uchun juda qiziq edi. Ura olmaslik. Temir topdim. Agar shuni challengelar bermoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar. Sizlar bilan Asadbek edi. Xayr. Sog' bo'ling. Yo, men zo'rman, lekin